Qarz bo'lganda biz yo o'zimizni ayblaymiz, yo atrofdagilarni ayblaymizda. Atrofdagilar masalan bunaqa erim topib bermagani uchun, ota-onam topib bermagani uchun men shunaqa bo'lib ketdim yoki o'zimizni tashqari, ichkari o'zimizni ayblayveramiz. Butun bor kuch, butun diqqat ayblashga ketib qoladi. Siz o'zingizni aybladingizmi, eringiz ham sizni ayblaydi, hamma sizni ayblaydi. Umuman pul keltira olmaysiz. Ya'ni sen anaqa gunohkorsan, sen xato qilgansan, sen yomonsan. Qani sanga pul? Sen noto'g'ri ish qilding-da. Siz o'zingizga shunaqa munosabatda bo'lasiz, hamma xuddi shu munosabatda bo'ladi. Hech kim pul bermaydi, Xudo ham pul bermaydi. Qachon siz o'zingizga munosabatni o'zgartirasiz? Birinchi ayblovni olib tashlash kerak qarzni to'lash uchun. Umuman na siz, na turmush o'rtog'i, hech kim aybdor emas. Bu bo'lishi kerak bo'lgan jarayon. To'xtash kerak bo'lganda oyoq qo'lingizni sindirib bo'lsa ham, qo'pol qilib aytganda to'xtatgan bo'lardi Xudo. Lekin bo'ldi, qarz ham topildi, hamma narsa bo'ldi, bo'lishi kerak. Ilohiy tartib borda, ilohiy tartibga ko'ra qarang, mana bunday bo'ladi. Masalan, oyni kunlari bor, deylik, yoki mana shu bir yilni. Mana siz deylik sentyabr oyida qarz bo'ldingiz. Bu yoqdan tepadan Xudo bilib o'tiradi. Siz noyabr oyida qarzni to'lay olasiz. U biladi-ku taqdirimizni. Siz mana shu joyda siqilib xafa bo'lyapsiz. Agar siz вообще to'lay olmaganingizda edi, sizga umuman qarz berilmagan bo'lardi, topilmagan bo'lardi qarz. Umuman pul topilmaydi. Mana shunaqa nimalar bor-da, masalan, kimdir kasal bo'ladi, bitta qari inson kasal bo'ldida, uni davolatishga hech kim pul topa olmadi, hech qanaqasiga umuman pul topisha olmadi o'sha paytga kelibdi, chunki u ketish kerak. Agar u qolishi kerak bo'lsa, men bu yoqda yashash kerak bo'lsa, unga pul topilgan bo'lardi. Tushundingizmi shu joyini?